Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Allohning go'zal ism-sifatlaridan biri bo'lgan Al-Mu'min ismining ma'nosini o'rganamiz. Allohning Al-Mu'min ismining ma'nosi iymon ato etadigan, mu'minlarga omonlik beradigan zot degan ma'noni anglatadi. Al-Mu'min so'zi Qur'oni Karimning faqat bitta joyida, ya'ni Hashr surasining 23-oyatida kelgan. Alloh taoloning Al-Mu'min degan ismini qanday tushunamiz? Al-Mu'min ismi Allohga nisbatan ishlatilganida, u zot odamlarni omonlikda qilib, xalqida biror kishiga zulm qilmaydi degan ma'noni ifoda qiladi. Inson faqat Allohni yakka-yu yagona deb bilganida hamda butun ish yakka Allohning qo'lida ekanini bilganida xotirjam yashaydi. Ishning barchasi unga qaytarilur. Bas unga ibodat qil va ungagina tavakkul qil. Hud surasi 123-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.